Assalomu alaykum do'stlar, mana bu yerda gaza blok, pena blok uskunalarni ishlab chiqarish sexi bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Zakaznoy 2 tonnalik, 3 tonnalik manaqa garilkalar, xohlasanglar manaqa 1 tonnalik pechkalik, umuman pechkasiz hamma turlardan bor. Endi bunaqa suv yo'nkichlar asosiy gaza blogi ishlab chiqarishda suv isitish uchun foydalaniladi. Manaqa gaza blok qoliplarni ham mana ko'ryapsizlar. Zazorlari yo'q. Bemalol germetkilamasdan quysa bo'ladigan variantdagi qoliplar. Mana bu yerda ko'plab miqdorda tayyorlab qo'yiladi. Mana gaza blok milliy mishalkalar deysizmi? Hamma turidan bor. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu yerda gaza blogi har xil mishalkalari mana. Komplektda o'zi nimalar bo'ladi deganlar uchun mana bunaqa mishalkasi. Xohlasanglar 220 da ishlaydigan, xohlasanglar 380 da ishlaydigan qilib variantda qilib beriladi. Bu hozir 220 ga mo'ljallangan, o'sha yangi motor qilingan. Bunaqa ikkita qolipi. Ko'ryapsizlar? Bunaqa reskasi, arrasi, mana reskasi ham universal, xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik ketsa bo'ladi. Bunaqa suv yo'nkishi bo'ladi. Bu bir komplektimiz. $1,5 joyda dastavchilar adresga qarab kelishilgan holatda. Qoliplari ham hatto bunaqa 6 talik listli variantlari ham bor. Buni komplekti. O'sha 4 ta qolipi, o'zini pastda 200 litrlik, tepada bunaqa 55 litrlik shabloni, so'ngisi hamma yo'g'i bilan $1,5 bu ham komplekt. Dastavka adresga qarab kelishilgan holatda. Ko'ryapsizlar, mishalkalari har xillardan bor. Mana qoliplar, pena blok uskunlarni mana yevro qoliplar. Endi komplektlar tanishtiradigan bo'lsa, mana pena blok bu yerda komplektlar mana bunaqa o'zini pena generatorlar. Mana yevro komplektlarga tanishtiradigan bo'lsa, manaqa 100 talik kapron gaz balondan tayyorlangan pena generator. Bitta zapravkamiz salkam 100 ta pena blok ketadi. Bunga gaz emas, havo kompressorda damlab beradi, shundan chiqadi. Manaqa 3 ta qolipimiz. Mana ko'ryapsizlar, har bir palastalarda profillar qilingan yevro variantda. Taglarda ham 7 qator, bellarda ham 7 qator bo'lgan profilli qolipli komplektimiz mana. Ko'ryapsizlar, listlar ham Magnitogorskiy list lazerida kesilgan. 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Bu endi qolipga qo'yib 15 minutda olinavergan hisobiga mana shu 3 ta qolip bilan siz kuniga 200 ta atrofida chiqarsangiz bo'ladi. Rastor bochka. Rastor bochka endi oddiy bunaqa 200 litrli bochkani qirqilgan. Sababi rastor o'ta tez qotuvchi, buni katta variant qilish iloji yo'q. Mana pena generatorga havo damlab berish uchun kompressor, ichida bunaqa shlanka, pulsatorlari bor. Korobka holatda va mikseri mana rastorni aralashtirishga manaqa mikser. Bu ham yangi korobka holatda bo'ladi. Bonusiga bir satr penasi, salkam 1000 ta pena blok chiqadi. Kolonnasi, latok list. Bu yevro komplektimiz $850. Vodiy bo'ylab dastavkalar shu adresga qarab kelishadigan holatda. Vodiydan uzoq bo'lsa, maksimal $900 atrofida chiqadi. Yevroni manaqa turbalik deysizmi? Umuman manaqa 40 lik, 40, 50, 20 pena generatorlar 130 taligi, umuman zakazga qarab aytilgan turdan qilib beriladi. Manaqa обычный xohlasanglar mana обычный komplektlar. Bunda ham mana 3 ta qolip, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, pulsator, shlanka, latok tumba hamma yo'q bilan bo'ladi. Bu $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Ba'zi mana gaza blok qoliplar, mana zakazga mana aravachalar. Mana shunaqa kimga shunaqa pena blok ishlab chiqarish bizneslari kerak bo'lsa, ekranimizga raqamli aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib, qo'yishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Mana gaza blogi milliy mishalkalari bu. Ekranimizga raqamli aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab olib borib, qo'yishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz.